Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynaymiz. Demak, aqllar o'ynaymiz. 19-chi mana berilgan uni ko'rib, 12-chini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Kim birinchi bo'lar ekan? Uni g'olib bo'lgan chupa-chup sizning qo'lga kiritadi. Men hozircha Muslima oldinda ketyapti. Qara adashib qo'ymay. Juda ham ajoyib o'yin. Bolalarning demak IQ darajasini ancha oshiradigan o'yin. Bolalarga tavsiya qilamiz. Mana bu kitobchasida o'zi 120 ta anavlar berilgan. Mashg'ulot berilgan hamda javobi ham berilgan. Ichida bir 2 ta, 3 ta, 4 tasi yo'q qilib, 5 tasi, 6 ta, 8 ta, 10 tasi yo'q qilib berilgan. Asta murakkablashib boraveradi. Keyin qancha o'rgangansan, keyingi o'tgansan murakkablashib boraveradi. Bunu qo'yib bo'ldi. Mana bo'sh qolgan joylarni, qolganini nima qilish kerak? O'zlari to'ldirishi kerak bo'ladi. Lekin Slimada işte 2 ta qoldi. Qayerga ketishgan bilmayapti. Demek to'g'ri qilmasa bir-biriga qulf kalp bo'lib tushmaydi. Sarvardagi nima bo'ldi? Klasem joyga kelib turib qoldi. Ana, Sarvar. Joyga to'g'ri kelyapti. Ha, mana. Sarvarniki bo'ldi. Qani nima olasiz? Qaysi birini olasan? Bolajonlar bilan nima olamiz? Xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.